Aziz inog'amiz Ahmad Bobur O'zbekiston Namangan shahridan usuliddin borasiga savol qilgan edilar va rasman xohladilar ki bu savol boyat omiyona tashrih berilsa, hatman tarzi savolidan bardosht bo'ladi. Bu inog'amiz qahramon, o'sha mehribon inog'alardan xohlaydiki hatman bu mavzuotlarda uychilarga, opa singillarga, bobolarimizga eshittirsa, ular ham bu mavzudan boyat boxabar bo'lsalar. Alloh bu inog'amizni umriga xayr barakat inoyat qaytarsin. Aziz hurmatli ko'ruvchilar, aziz inog'alarim, opa singillar, Afg'oniston millatlari va diğer kishvarlardan bizlar bilan bu tomosha qilasizlar. Xizmatlaringizga arz qilsam, usuliddin albatta uchta bo'ladi. Agar bizlar oyathoy Qur'on azimushanga borsak, payg'ambarlarimizni 124 ming payg'ambar Allohi mutaol yuborgan. Taqriban 20 nechta payg'ambarlarda adlari Qur'on azimushanga ham zikr bo'lgan. Agar payg'ambarlarimizni zindagisiga mutavajjih bo'lsak, hammasini usuliddin ki ummatlariga ta'lim bergan uchta ekan. Bir zamonlarga usuliddin 8 ta deb bizlarga ulamolarimiz, buzurgorlarimiz yod bergan ekanlar. Alloh o'lib ketganlarni mag'firat qilsinlar, ammo xato bo'lgan ekanlar. Usuliddin 3 ta. Birinchisi tavhid, ikkilamchisi sunnat, uchlamchisi ham ma'od deyiladi. Tavhid ya'ni Allohi mutaolni birta bilish, zotiga, sifatiga birta aqida qilish. Allohi mutaolni bu aqidaga bo'lishki, bizlarni zotiki dunyoga yaratgan, topgan, bizlarga ko'z, quloq bergan, yo bizlarga farmon va hukm beradi, u bir Allohdir. Allohning oldiga mushovir, mu'in, hamkori yo'q. Alloh bu ishlarga osmon va zaminlarda tasarrufot qilganga, hifozat qilganga mu'in va mushovir va hamkorga zarurati yo'q. Biduniki maxluqqa zarurati bo'lsa, hokimiyatlik bilan Alloh shu ishlarni qiladi va buni tavhid deyiladi. Sunnat payg'ambarimizni Muhammad sallallohu alayhi vasallamni barhaq bilish, Alloh mutaolli tarafidan kelgan payg'ambar, Alloh ularni yuborgan, Alloh ularga risolat, mas'uliyat bergan, va xotiri maxluq insonlarda hidoyatligi uchun toki do'zaxdan nijot topsalar, jannat tarafga borsalar, shu jihatdan Alloh payg'ambarimizni insonlarda hidoyati uchun yuborgan. Buni haq bilish, payg'ambarimizga iymon keltirish, payg'ambarimizning sunnatlarini qabul qilish, payg'ambarimizga muhabbat qilish, payg'ambarimizga oxir zamon payg'ambar Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga iymon keltirish va hamma amr va dastur va farmonlarni bajo keltirish, ko'zlarning ustiga qabul qilish, buni sunnat yo nubuvat deyiladi. Ma'od ya'ni uchlamchisi usuliddindan bu aqidaga bo'lamiz. Ummat islomiy bu aqidaga bo'ladilar ki bir kun hamma insonlar bu dunyodan fano bo'ladilar, ketadilar, oxiratga va past zinda bo'ladilar. Ya'ni past ketish, past bargasht qilish buni ma'od deyiladi. Hamma insonlar dunyoga bor, ba'zilar ketgan, qolganlar hamma bir kun fano bo'lib va maydoni mahsharga ikkilamchi martabadan tirilib, o'rga savol javob shuru bo'lib, u maydoni mahshar bo'ladi. Do'zaxlar do'zax ketadi, jannatlar jannat boradi, o'rga hisob va kitob bo'ladi, bularni ma'od deyiladi. Ya'ni usuliddin shu uchta bunga iymon keltirish, bunga aqida qilish, bularga bavar qilish, bu iymon deyiladi. Hali savol bo'lsa ki, nima uchun usuliddin 3 ta bo'libdi? Nima uchun 4 ta bo'lmabdi? Nima uchun 2 ta bo'lmabdi? Javobi shuki, payg'ambarimizning zamoniga yo payg'ambarlarning zamoniga kofirlar hammadan ildayroq shulardan inkor qilar ekanlar. Usul tavhiddan inkor qilar ekan. Ko'proq kofirlarning tamarkuzi shunga ediki, tavhid Allohning birtaligidan inkor qilsalar, Allohga sharik qaror bersalar va diga yaxshi tez qiladigan amallari shu ediki, risolati payg'ambardan, payg'ambarlarning barhaqligini qabul qilmay, inkor qilib va ma'od ya'ni ro'zi mahshar kunini qabul qilmaganlari shu jihatdan bular shu nuqtalarga taboruz qilaydilar, ko'proq talosh ko'shish qilaydilar. Shu jihatdan
bu uchta ummati islomini arasiga ba unvoni bir usuli din musammo bo'lgan, tayin bo'lgan ki ummat islomiy boyad bugun ba unvoni usuli din boyad shu uchtani qabul qilsalar, bu uchtani faromush qilmasalar, birinchisi tavhid va ikkilamchisi sunnat yo nubuvat, uchlamchisi ham ma'od, ya'ni zinda bo'lish, tirilish, ba'd az o'lishdan qiyomatga tirilishni ma'od deyiladilar. Umidvormanki matlab sahih olilgan bo'lsa, opa singillarimizni hamma ummati muslimani inog'alarimizni quloqlariga bu suhbatlar yetishsa va inshaalloh hamma mustafid bo'lsalar, bizlar ham inshaalloh duolarga yo'qlasangizlar, yodlaringizdan chormasangizlar, muvaffaq muayyad bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.